Assalomu alaykum. Men Davlatbek Hasanov. Sizlar bilan front-end darslarini davom ettiramiz. Bugungi mavzu jadvallar bo'ladi. Jadvallar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Bu yerda yana yangi papka ochib olamiz. 8-dars jadvallar. Bunun ichiga index.html ochamiz. index.html Ekin shift 1 mana. Bu mavzu juda eski narsa. Даже o'zimga ham yoqmaydi buni o'rganish. Buni ba'zi bir saytlarda ishlatamiz. Masalan, Wikipedia Toshkent haqida masalan. Toshkent. Mana bu yerda pastda bo'lish kerak adashmasam jadval. Mana bu yerda jadval bor. Yoki yana pastroqqa tushsak bormikan? Mana bu yerda jadval bor. Oddiy misollarda. Mana bular jadval. Shu narsalarga kerak bo'ladi. Mana yana bitta jadval. Jadvallarga kerak bo'ladi. Bu eski narsa. Divlar bilan qilsa ham bo'ladi hatto buni. Men o'zim divlar bilan qilishni qulay deb bilaman, chunki bu narsa bilan qilganimiz o'zimizni qiynashimiz bo'ladi-da. To'g'ri, bunda oson bajarish, lekin eski narsa bo'lganligi uchun ko'pincha aniq qilinmaydi-da mana. Mana bu yerda yozyapti Z mana. Z mana bu yerda mana bular hammasi Z, mana bu ichida B tegida qilingan. TD mana bu. Aytibdi. TD bu ham. Bu ham TD. Bu ham TD mana. Bu ham TD. Bu Zlar. Aytibdi. Hozir shuni qilib ko'ramiz. Lekin klass beritmaymiz. CSS beritmaymiz. Kerak emas. Bitta table tegini ochib olamiz. Jadval. Va ichida tier. Ichiga masalan salon. Tr. Keyin mana bu yerda TD bor. TD dan salon. Uni tagidan tushib ko'ribsizlar. Endi men buni tr ni ichiga tdlar yozsak, mana. Tr ichida td mana. Salon. Keyin yana bitta ichidan td ochamiz. Bu tddan ichidan. Yana bitta td. Bunga mana bunday yozib tashlaymiz xullas mana. Mana bu tdlar mana. Yonma-yon qo'yib ketyapti. Yonma-yon qo'yib ketuvchilar bu td. Trlar bu tagma-tag. Masalan, Excel'da ochsak, Excel'da masalan qilamiz mana. Mana bular td, mana bular tr. Hozir mana bunaqa jadvalda qilib ko'ramiz. Qani kichik bittasi bor edi-ku. Mana. Mana bu yerda yozamiz. Birinchi bo'lib mana bular td dedik. Tr dedik mana. Tr bitta, ikkita, uchta, to'rtta ekan. Tr ko'paytirilgan 4. Mana bizga ochib berdi. Keyin mana buni ichida yozamiz. Got 1 2 3 4 5 6 7 ta. 7 ta td. TD ko'paytirilgan 7. Birinchisi God yozamiz. God. Keyingisi O'zbek. Rus. Xullas o'zimizdan yozib tashlaymiz. Arab. Qirg'iz. Turk. Tojik. Mana.
Mana qo'yildi. Ekin buni pastdan ham yozishimiz kerak. Mana bu yillarni. Bunda ham 7 ta. T'd ko'paytirilgan 7 deymiz. Yil yozishimiz kerak mana. Raqam. Shunday narsa yozishimiz kerak mana. Keyingisi. Bu. Qayerda edi? Mana keyingisi yana yil xuddi shu narsa ekan. Mana buni nusxa olamiz. Ketilib. Mana buni o'rniga shuni qo'yaveramiz. Buni ham o'rniga shuni qo'yaveramiz. Buni ham o'rniga shuni qo'yaveramiz. Mana. Endi bunga table'ga style beramiz. Mana buni ichidan style kimlik beramiz? Border 1 pixel solid black. Mana border berildi. Terligan beramiz. Border style border 1 pixel solid black. Mana buni polni nusxa olamiz. Mana bu yerga mana bo'shroqdan olay. Mana buni ham olsin. Xolos bitta qo'yib chiqqan yaxshi. Mana bularni mana o'chiramiz. Mana bu yerda xato qo'yilibdi. Mana buni nega olib o'chiramiz. Mana bu yerga qo'yildi. Keyin xuddi shu narsa mana bularga ham qo'yib chiqamiz. Eng oson shu. Mana bular bir xil bo'lganligi uchun qo'yganlari ham buni hammasiga bir xil qo'yib qo'ysak ham bo'laveradi. Chunki qolganga ham bir xil material yozganmiz. Mana o'sha jadval. Faqat bunga sal vizlar berilgan, o'lcham berilgan, style berilgan. Bunga uyga vazifa berib o'tmayman. O'zingiz xohlasanglar qilinglar. O'zi kerak emas narsa. Shuning uchun ham uyga vazifa sifatida sizlarga CSS Battle devdan beraman yana. CSS Battle devga kirasizlar. Mana bu yerda view all daily targets bor. Ekin mana shuni bosib mana bu 1 oktyabr
Qachongacha bo'lganini bersam. Ona ko'ra play deb beradi. Play 6dan boshlasizlar mana. Mana bu gitni qilasizlar. Bu yerda 8 9 mana bu yerda 10 10gacha qilasizlar mana. Mana buni qilasizlar mana. Buni qilasizlar. Buni qilasizlar va buni qilasizlar. Buni ham yuborib qo'yaman. Bugungi dars shundan iborat edi. Xayr, salomat bo'linglar. YouTube va Telegram kanalimizga ulanib qo'yishni unutmang.